Xudo xayringlarni bergurlar. Mana shunaqa narsa qilmanglar, iltimos sizlardan. Mana buni ko'ryapsizlarmi? Bu Cobalt mashinasining amarsada tepasida turadigan shaybasi bo'ladi. Buni mana bunaqa joyini pressga qo'yib bukib yorishadi. Bu narsani bukib yorishi sababi chashi ishib qoladi, bo'ladi. O'zini probeg kelgandan keyin 35 ming 40 minglarda заводской chashga ishib qoladi. Bu degani chashning ketyapti degani. Qaysidir professor bosib berishadi. Buni bosgandan keyin o'sha avtomatik luft yo'qolib qoladimi? Ketdimi yo'qmi bilolmaydi egasi. Mana bunga ham bosib berishganda hozir ham qaranglar nima bo'lib ketgan. Chakkashi buzilib ketgan. Ko'rasizlar, atrab ketgan. Polni o'tirib qolganda, o'tirib qolib, ezilib, har bitta udarni chashga o'ziga qabul qilib olish kerak. O'ziga qabul qilmaganning hisobiga bosilib qolgandan keyin chashga udar bo'lmaydi-da. Mana mana narsaga udar bo'lganning hisobiga mashinanglar jo'ski bo'lib qoladi. Tushundinglar? O'shaning uchun bunaqa narsa qilmanglar. Usta kelib sizlardan ham iltimos, shu narsani qilmanglar. Xudo xayringlarni bersin. Chashga almashtirib yuboringlar. Maza qilib yurishsin. Bu Cobalt haydaydigan okalar maza qilib yurishga haqqi bor. Bunaqa narsalar qilib bermanglar. Oka, rulim og'ir bo'lib qolganini aytdilar. Mashinani ham haydab ko'rdim men. Axillatdi. Cobalt bunaqa yurmaydi. Hozir biz bularga chashga qo'yib beramiz. Original mana shunaqa jam chashga qo'yib beringlar. Chashga qo'yib, ukamlarga yig'ib beramiz. Mana buni ham to'g'rilab beramiz. Inshaalloh akam maza qilib rohatlanib yuradilar. Tushundinglar? 200-300 ming qimmatroq to'g'ri chashga. Lekin yuradigan komfortligi stoydi bu narsa. Bu videoni Cobalt yuradigan tanish bilishlarga jo'natib qo'yinglar. Ular ham ogoh bo'lsa, mana shunaqa narsadan ehtiyot bo'lsin. Kimdir bosib beraman, pacholab beraman desa, stop, menga kerak emas deb o'tdan chiqib ketish kerak. Prosta chiqib ketish kerak bu servisdan.